Yaqinda Yevropa ittifoqida muhim qarorlar muhokama qilindi. 19 ta a'zo davlat Brusseldan afg'on muhojirlarni ommaviy deportatsiya qilishni talab qilmoqda. Bu talab Yevropaga noqonuniy yo'llar bilan kirgan afg'onlar sonining ko'payishi, xavfsizlik va integratsiya muammolari ortidan kelib chiqqan. Ayni paytda ko'plab davlatlar o'z ichki siyosatida muhojirlar masalasini kun tartibiga olib chiqmoqda. Ammo bu qaror inson huquqlari himoyachilari tomonidan tanqid qilinmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi yillarda Afg'onistondan Yevropaga yo'l olganlar soni keskin ortgan. Faqat 2025-yilning o'zida minglab arizalar rad etilgan. Endi esa savol tug'iladi. Yevropa ittifoqi xavfsizlik va insonparvarlik o'rtasida qanday muvozanat topadi? Siz bu qaror haqida nima deb o'ylaysiz?